Assalomu alaykum, meni go'zallikkalarim. Bugun sizlar bilan o'zim ishlatadigan koreyskiy original kosmetikalarni obzorini qilamiz. Yuzimiz uchun albatta birinchi o'rinda 2 etap tozalovchi mahsulotlar kerak bo'ladi yuzingiz uchun. Birinchi o'rinda yuzingizga albatta tana halqi SPF krem ishlatasiz. Buni zo'r tozalab beradigan gidrofilli masla bo'ladi. Gidrofilli masla kir changlarni yuzingizdan zo'r tushirib beradi. Birinchi gidrofilli masla, ikkinchi o'rinda esa albatta penka ishlatishingiz kerak. Chunki sababi kunduzi yuzlaringiz chang kirlarni yig'ib oladi. Buni tushirib beradigan yuzingizda penka bo'ladi. Yuzingiz 2 etap tozalangandan keyin yuzingizni namlantirib beruvchi, poralaringizni toraytirib beruvchi ampula toner ishlatishimiz kerak. Ham ajinlarga qarshi ishlab beradi. Hamma ayollarimiz sevib qolgan aksessuarni shunaqangi Glow sivritkasi bor. Bu yuzingizdagi dog'larni, xiraliklarni ochartirib beradi. Guridan qolgan qizarishlar, yallig'lanishlarni ham zo'r tinchlantirib beradi. Hamda yuzingizda qanaqadir dog'lar gormonal holatda, quyoshdan tushgan dog'lar bo'lsa, doktor Grupponi yuzdagi dog'larni ochartirib berishga glutationli ampulasidan foydalanaman. Keyin yuzim qizaruvchan, yallig'lanuvchan degan ayollarimizga doktor G'ni shunaqangi super kremi bor. Yozda ham, qishda ham juda ham yuzingizda zo'r yotib beradi. Qizarish, yallig'lanishlarni tinchlantirib beradi. 5 xil turdagi sentelasi bor, pantenoli bor yuz uchun. Juda ham zo'r narsa. Yuzingizni albatta makiyaj qiladigan bo'lsangiz, har qanday yuziga tushadigan doktor Albani misti bor. 3tasi burada toner, mist, sivritka vazifasini bajaradi. Hamma yuzlar uchun zo'r tushadi. Yuzim yog'li bo'lishiga qaramay, aralash yuzga kiradi, yog'li aralash, ya'ni buni birinchi sepib olaman. Yuzimda namli qilib zo'r turadi. Keyin yuzimga surtaman SPF krem, aksessuarniki. Yuzimda zo'r tinchlantirib beradi, yallig'lanishlarni ham, qizarishlarni ham zo'r yopib beradi. Undan keyin albatta SPF kremdan keyin Rona CC kremdan surtib olaman. Yuzimda silliq, tekis turadi. Hamma yuzlar uchun tushadigan kosmetikalarimiz sotuvda bor. Agarda sizga original kosmetikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying.